ketasiz. Ha. Birlamchi so'ragan do'stlarimizga Primoy nomiga shot spravka yoziladi. Cobalt M7 Style monitori bor, multiluri bor, unda abagrev sidenasi bor. U avtomashinamizni aziz yurtdoshlar, bosh to'lovingiz gideta 4020 dollar bo'lyapti. Oylik to'lovingiz 3 million 300 mingdan. Birlamchiga. Birlamchida. 3 million 300 dan. 3 million 300 mingdan to'lab yuraveradi. Shot spravka o'zini nomiga 2 vaqt olamiz. Masalan, birlamchi aziz yurtdoshlar qilib beramiz. Xohlagan 12 ta bo'layotgan eydimi? Qilib beramiz. Soni cheklanmaganmi? Soni cheklanmagan. Kuniga 100 ta desa 100 ta qilib beramiz. Ajdanka bo'lmaydi, xudo xolasa bizga. Xudo xolasa soni cheklanmagan bemalol kelaversa qilib beraveramiz. Aziz yurtdoshlar, bilasizlar, Amaldek avtosaloni har doim sizlar bilan birga. Ikkilamchiga mashinalarimiz bor. Kelinglar, ikkilamchiga mashinalar tushuntirib beraman. Ikkilamchiga oylik to'lovi. Ikkilamchigami? Oylik to'lovi ikkilamchiga hozir uni ham aytib o'taman. Gentra avtomashinamiz 2023-yilda ishlab chiqarilgan. Bu avtomashinamiz 50 ming masofani bosib o'tgan. Bu avtomashinamiz oldi orqa amerikanga qo'yilgan. Oyog'ida yangi yumshoq balonlar. Bu avtomashinamizda tonirovka ruxsati bor. Mashinani bir qiziqib ko'ringlar, jigarlar ko'ringlar. Ma'lubiy rul disklarmi, ma'lubiy bar disklarmi, orqa optira stop disklarmi, nima navorot bo'lsa bor. Hachabi bu avtomashina metallarigacha bor aziz yurtdoshlar. Ko'ringlar, sizlar hamma narsa. Aziz yurtdoshlar, yana bitta narsani sizlarga aytib o'taman. Hamma ogoh bo'lsin. Bozorga borganda mashinalar Gentra Besprabek, Gentra Besprabegimiz 0 probeg gideta 18 ming dollar, bilasizlar a? Chunki Gentra chiqmayapti. Hozir Besprabeg Gentra narxi aziz yurtdoshlar bilasizlar 18 ming AQSh dollari. Nimaga? Chunki tegi yo'q Gentrani, zavod to'xtatgan hisobiga Gentra 18 ming dollar. Do'stlar, bozorga boryapsizlar. Mashinalar 12 ming, masalan 10 ming, 5 ming probeg. Mashinalarda tan narxi 16 ming deyapti, 15,5 mingga olyapsizlar. To'g'rimi? To'g'rimi yo'qmi? Savdolashib olyapsizlar. Lekin u avtomashinalarda oyog'ida yangi yumshoq balonlari bor. Oldi orqa amerikankasi bor. Xatabi u mashinalar chixol qilingan, xatabi shumka qilingan, lekin o'zi Gentra 18 ming, lekin shuncha navorati bilan 15,5 mingga beryapti. Nima hisobidan unaqa berilyapti? Unaqa mashinani men 16 mingga olaman. Menga olib kelsa sotishga, tirikchilikka 16 mingga olaman. Nima sababdan? Mana sizlarga savol. Mana sizlar masalan hammani olib yurasizlar. Xatabi bozorlardan olib yurasizlar. Nimani hisobiga u mashinalar 15,5 mingga beryapti? Probeg hisobiga. Nimani probeg? Mashinani 10 minglik uchunmi? yo'q, shunday bo'lsa kerak-da. Nimani hisobiga? Mana savol sizlarga men beryapman. Nimaga? Yo'q. Chunki u avtomashinalar kamida 80 ming yurgan mashinalar Qaytarilgan. probega qaytarilgan. Xalq ogoh bo'linglar. Men bu gapni aytyapman sizlarga. Unaqa navorot bilan unaqa pulga berilmaydi u mashinalar. Unaqa mashinalar kamida 18 ming, 19 ming dollar deb o'tiradilar. To'g'rimi yo'qmi? 5 ming yurgan mashinani beradimi? 3 ming dollar navoroti bilan 15,5 ming dollarga. Xudoga qarab aytinglar, stok holatini bermaydi. Bermaydi. To'g'rimi yo'qmi? Sirlarni ochdik deydi. Sirlar ochildi. Men nimadan qo'rqaman? Xalq mehnat qilyapti. O'sha mehnat qilish uchun Rossiyaga boryapti. Nima kunlarni ko'rmayapti. Xatabi podvollarga yotib, shu bola chaqasini boqay deb, men O'zbekistonga boray deb mashina minyapti. To'g'rimi akajon? Mehnat qilyapti. Aka, bugun yeydi. Erta nima qiladi aka? O'sha probeg qaytarib ota-onasiga yediryapti. Ota-onasini hajga jo'natyapti. Aka, odamizot aytib sotish kerak. Mana shu avtomashina yuzidan ko'rganga 10 ming yurgan mashinaga o'xshaydi. Nimaga 50 ming probegga turibdi? Biz ham qilsak bo'ladi. Aka, biz ham 5 ming sotsam bo'ladi. Mana shu mashinani masalan. Yo'q aka, mana tiqmayish kerak. Aka, aytib sotish kerak. Aka, probegiz 500 ming bo'lsa ham mashina sotiladi. Aytib sotsangiz aka. Hozir probegini qaytarib, xalqni aldagan nima foydasi bor aka? To'g'rimi yo'qmi? Bilinglar, 18 ming dollarlik mashinani kim 15,5 mingga beradi? Siz berasizmi aka? Yo'q. Ha, berasizlarmi o'zlaring? O'zlaringni qo'yib ko'ringlar. Odamizot birinchi o'ziga toqsin mana unday bir probegchi bor edi. Faqat probeg aylantirardi, oxiri o'zi mashinada aylanib ketdi. Nimani hisobiga? Alloh qarab turibdi. Alloh aytgan, jigarlar, bitta narsa aytaman. Nimaga? Allohim aytganki,
harom joyga pulni beradi. Oqib beradi. To'g'rimi? To'g'rimi yo'qmi? Shunday. O'shani hisobiga Alloh beradi unga. Kuniga 3 ta 4 ta boshini sotadi har bozorda. Alloh o'sha uchun qarab turibdi. Shuning uchun o'shani hisobiga ogoh bo'linglar, aziz yurtdoshlar. Probegiga qaranglar, narsasiga qaranglar, sizlar ham mehnat qilyapsizlar. Biza aldash yo'q. Tekshirsin aka, korobkasidan tekshirsin. Hech kim bilmaydi. Kerak bo'lsa borku o'sha kraska tekshirib yurganlardan so'rasin, o'shalar probeg qaytaradi deydi. Ikkita ko'zi ko'ram biladi, o'shalar probeg qaytaradi deydi. Bozordagilar o'zlari ham biladi, o'sha probeg qaytaradi deydi. Undan mashina olmang deydi. Unaqa mashina olmang deydi. Ko'zimning oldiga 48 ming yurgan mashin kelyapti. Ertasiga ko'ryapman, o'sha mashin 12 ming probegda turibdi. Men aytdim, "Ey inson, buni erta sen sherikarlik qilyapsan. Buni sen bitta yemayapsan. Necha kishi yeyapti, lekin gunohni sen qilyapsan" dedim. Bu ishni qilma dedim. Bir marta qilding, boshqa qilma deb. Bozorchilarda o'zlari mashina olgan. Keyin ne ko'z bilan o'sha mashina boshqa bozorchiga kelibdi. Boshqa bozorchi 1700 dollarga qo'yapti. U aytibdi, "Inson, men aka bizga probega qaytarilgan mashina olsak, biza tekshirtiramiz-ku, probega qaytarilgan bo'lsa, o'sha holatiga olib kelib qo'yib sotamiz." Eski probegini qo'yib qo'yadi. Ha, eski probegini qo'yib sotamiz o'sha mashinani. Chunki u harom demaymiz aka. U haromni yeyish kerak emas, qaytarish kerak emas. Aytib sot. Aka 50 ming probeg bilan peshanada yozilgan bo'lsa sotiladi shu mashina. To'g'rimi yo'qmi? Naqd ilish pul berib yuborasiz aka. Aka, mana shu mashinamni naqdga kelganga shuncha navorati bilan 14100 ga berib yuboraman. 14100. 23 50 ming yurgan naqdga 14100 ga bormi zo'ra? Mana bozorda ko'rib yuribsizlar. Birinchi yuradi. Ha. Ular sinadigan kun ekanda. Aka 14100 dollarga shuncha navorati bilan bu mashinani agar ular qilsa olsa 10 ming qilib 16 mingga sotib yuboradi. To'g'rimi? Ana 50 ming yurgan olib ketinglar do'stlar. Mana beraman sizlarga. Borib o'tirmanglar, ana kelib olib ketinglar. Zato probega 50 ming yurgan o'zini halol. Kimga kerak bo'lsa mana kelinglar. Mana oyog'i bir chang bo'lmagan tiniqligini qarang. Bitta joyida sarapinasi yo'q. 14100 dollarga tirikchilikka oladi odamlar. Mobodoga kraska chiqib qolsa qanaqa bo'ladi? Har bitta detalidan 500 dollar minus. Ha, mana qarang. Polni shumka qilingan. Shuncha navorati bor. 14100 dollar. Aziz yurtdoshlar qaranglar. Bu avtomashinamni agarda avtokreditga olaman desalar 1400 dollar bilan. Bosh to'lov. Bosh to'lov 1400 dollar bilan chiqadi. 1400 dollar beradi. Nomerigacha qadab beraman. Ortiqcha 10 dollar rasod qilmaydi. Qop-qora bayir katta bolalarning mashinasini olib ketaversin. Hamma xarajat ichida. Ha, hamma xarajat ichida. Bonusga qo'yilasi qo'shib berdi. Bonusga aziz yurtdoshlar, Amalbek avtosaloni 1-fevraldan sizlarga shunaqa surpriz qilyapti. Kim agar Amalbek avtosalonidan mashina olsa, bittadan 32 televizor bonusiga. Ana 32 lik televizor har bitta olgan mashinaga bonus qilib beramiz. Ha, endi u yoqni bilmaymiz, mashina smart deymiz. Bonus qilib beramiz. Do'stlar, yana bola chiqqan-ku. Do'stlar deydi-ku. Do'stlar, qaranglar. Tracker avtomashinamiz, bu avtomashinamiz sizlarga 2023-yil LTZ bu avtomashinamiz do'stlar 20 ming probeg, Redline diskalar qo'yilgan, propan gazlar qo'yilgan. Bu avtomashinamiz bamperigacha radnoy. Bu avtomashinamiz qancha bilan chiqyapti bu? 410 dollar bilan chiqyapti. 410 dollar bilan chiqayotgan ekan. Kecha 1100 Mana bilan chiqdi. 410 dollar bilan mana 2023-yil avtomashina 410 dollar bilan Tracker LTZ propan gazlari bilan. Bosh to'lov Aka, shunda. apartmentiga ham yetmaydi 410 bergan dollar. pullari. Yarimini qissamdan qo'yaman. O'zi nomer texpasportda o'ziga 750 ketadimi? Viloyat bo'lsa 850 ketadi. 400 dollar bilan Tracker olib ketinglar do'stlar. Mana. Kelgandan keyin yana tur. O'zi bir dona qoldi o'zi. O'zi bitta qoldi, shuni qilib beraman. Ikkilamchiga. Yo'q. Ikkilamchi Tracker qilib beraman. Mana LTZ propan gazlari bilan bu avtomashinamizni 410 dollar bilan olib ketaversinlar. Maza qilsinlar. Bo'lsa xalqqa bo'lsin deganlar mana shunday. Aziz toshlar, To'lov qanaqa bo'ladi? oylik to'lovi buni oylik to'lovi qayerda edi buni kujonim? Mana umi? Mana umi? Tepasidagi.
Oylik to'lov 7 milliondan ekan. 7 milliondan. Gentra's 5,5 million chiqyapti. Tracker 3,5. Masalanda, bosh to'lov agarda bosh to'lovini ko'proq bersa, oylik to'lov kamayadi. Oylik to'lovini kamroq bersa agar bosh to'lovi ko'payadi. Bosh to'lovga qarab. Bosh to'lovga qarab-da. Qancha ko'p Bu trekkerimiz, mana ko'ringlar, propan gazlar, shumkalar qilingan, Redline diskalar, gulligini qarang. Hozir aytibdilar-ku, bosh to'lovsiz olib ket, bosh to'lovsiz olib ket, kamida 200 ming yurgan mashina arava ular. Ular hammasi qaytib kelgan mashinalar, yarimi yo'q mashinalar. Bu yarimi yo'q mashina emas, bu butun turishini qarang, suvlatini qarang mashina. To'g'risi. Narxga bo'lsa agar bu avtomashinani ham 14,200 qilib beraman. Gentrani puliga trekker beraman. Kelib olib ketaversinlar. Kraska bamperigacha radnoy deyapman-ku. Bamperigacha radnoy, ko'ngli to'lmasa, xohlagan ustozini olib kelsin, xohlagan ustoziga tekshirib xohlagan ko'rsinlar. proverka qilaversin. Xohlagani ko'rsinlar. Kecha hammasini o'zini halol probega. Kecha bittasi chiqibdi-da, kommentariy yozibdi. Aka, birovni g'iybat qilib, men birovni g'iybat qilganim yo'q. Men do'stlar, men odamlarni ogoh bo'lsin deyapman. Nima qiladi probega qaytarilgan mashina sotdim. Nimaga? Hozir o'sha probega qaytarilgan mashina o'ziga kelsin, nima bo'ladi? Shunday. 8 ga bo'ladi o'zini. To'g'risida o'sha probeg qaytarilgan o'ziga sotsin, nima qiladi? U bechoralar ham mehnat qilgan. U bechoralar bir simni ustiga qo'yib, bir simni qo'yib, yig'ib, havas bilan niyatlar bilan odamlar keladi. Qayerlardan keladi bechoralar ishongan holatda. Ishonchda oqlanglar. Bizda yo'q edi bunaqa probeg qaytarayotgan. Vaqtida bor-ku, probeg qaytarganda bozordan chiqarib yuborardilar. Qo'ymardilar, sharmanda qilardilar. Hozir yo'q unaqa. Gapiringlar desak endi nima qilamiz gapirib deydi. Ko'payib ketdi unaqalar. O'sha haqiqatni bilmasdan kommentariyada qimmat ekan deb yozib U bilmaydi. Prosta menga aytayapti birovni g'iybat qilmayman. O'sha birov halollab sotsin. Mayli, halollasin, tamom. Aldamasin. Nima qiladi alda birovni? To'g'rimi, yo'qmi? Bu Gentramiz ham 2023-yilda ishlab chiqarilgan. Mana mashinalarni ko'ringlar. 23 hammasi. Top metan gazlari bilan ko'ringlar mashinalarni. Toza. Yo'q, pitno bor. Buni orqa kirlosda pitnosi bor. Bagajini ochib yuboring. Bagajini. Ochilmadi. Ochildi. Polni sloy nima qilingan? Metandan. Chumka qilingan. 4-pokoleniya mana yangi metan turibdi. Yangi. Polni orqalarigacha mana shumkalar qilgan. Bu mashina zapaskalar tushmagan, ideal holatda orqa amerikanka. Yangi yumshoq balon. Mana shu kirlosda pitnosi bor. Mana shu ichiga o'tmagan, xohlagan ustusini ko'rsatsin. Mana shu kirloda mana mashina. 2023-yilda bu avtomashinamiz mana. Malibu rul qo'yilgan. Malibu bar qo'yilgan. Monitor qo'yilgan. Captive bradlerlargacha qo'yilgan. Chiqonlar qilingan bitta polik bonusiga. Polik yo'q ekan qo'shib berasiz. Qo'shib beramiz polik. Monza. Televizorda ham qo'shib beraveramiz. Aka shunda bosh to'lov 1400 bu ham. $1400. 1400 Tol laboy, bilan gelpi Gentra. laboylargacha qo'yilgan. Oylik to'lovini olib kelinglar grafikda. Monza avtomashinamiz 2023-yilda ishlab chiqarilgan. Polni full 1,5 atmosferniy. Bunda propan gazlari bor. Bunda propan gaz qo'yilgan. 1,5 atmosferniy Monza. Monza so'raganlar. italyanskiy propanlar qo'yilgan bunda. Buni o'zi rasxotda 5 litr, bilasizlar. Trassaga 4-8 yeydi. Mana Monza yangi propan gaz qo'yilgan. Mana zapaskalar tushmagan, holati ideal. Bu avtomashinamiz Monza, qaranglar. Monza avtomashinamiz aziz yurtdoshlar $1350 bilan chiqyapti. 1350. Monza avtomashinamiz $1350 bilan Monza olib ketinglar aziz do'stlar. Gentradan arzon chiqyapti avtomashina. $1350 berasiz. Nomeringizgacha qadab beramiz. Ortiqcha $15 ham rasxoti yo'q. Do'stlar, O'zbekiston bo'yicha aylaninglar va Amalbek avtosaloniga kelinglar. Men har doim sizlarga aytaman, meni salonimga kelinglar demayman. Aylanib, ko'rib, borib probega qaytarilgan mashinalarni ko'rib kelinglar. Maylimi? Qo'llaringda kompyuter bilan kelib, keyin meni mashinamni ko'ringlar. Probegini ham, ikkilaskasini ham tekshiringlar. Bu mashinalar bamperigacha radnoy, o'zini 53 ming yurgan halol probegi bilan. Bu avtomashinani,
Naqdga bo'lsa agar bu avtomashinamni 15 ming qilib beraman. 15 ming. 15 ming qilib beraman. Monza 15 ming dollarga Monza. Bu Gentra ham shunday. Bu Gentramiz 2023-yilda ishlab chiqarilgan. Mana bu Gentra 24 ming probeg. Mana bu 24 ming probeg bu. Probegini ham bilinglar, 50 ming yurmagan. Bu 24 ming yurgan halol. Tekshiringlar, halol polni shumka qilingan. Ko'ttigacha shumka bu. To'rsulay. Malibu rul, Malibu bar, Gerpier Laboy, Captiva Bradway, Chixol, hamma narsasi bor. 4-paketli metani ham bor. 1400 dollar bilan olib ketinglar. Sizlar mazza qilinglar. Petnoni evaziga naqdga qancha beraveramiz aka? Bunimi? Bu avtomashinani petnoni evaziga Naqdga naqdga bo'lsa agar 14 ming qilib beray. 14 ming. 24 ming probegda. Ishtari 14 ming. Yo'q, undaqa pulga yo'q-da. Bu avtomashinani agar boshqalar bo'lsa agar 5 ming qilib sotadi. 5 ming qilib 16 mingga beradi. To'g'risida. Muncha navaroti bilan 5 ming qilib berib yuboradi. Bu Gentramiz, bunda ham orqa kirlosi pitnosi bor, aytib sotamiz. Bunda ham Malibu rul, Malibu bar, hamma narsa qilingan benzinda. Xullas Bu tayyor. 18 ming. 30 mingmi yurgan? 30 mingmi, 28 mingmi? Yaxshimi? O'zini halol probegi. O'zini halol probegida bu Gentramiz benzinda yurgan. Bunda ham zapaskalar tushmagan hali. Holatlarini ko'ringlar. Mashinada, minadi. Yarimi yo'q mashinalar emas. Hammasi qo'limdan o'tgan mashina. Bilasizlar, o'zim mashinani iyag'idan kirib, bu yog'idan chiqib ketaman. Bu Monzamiz ham shunday. 1350 dollar bilan. Bu Monza ham. Bu ham 23. Buni bonusiga 4 ta yumshoq balon bo'lyapti. Akmal aka bu yoq 1300 chiqamiz unda. 1350. Bu ham 1300. Yo'q, bu ham 1350. Bir xil. Bir xil stenzaga Monzalar. Xohlasa qorasini olsin, xohlasa oqini olsin, xohlasa unisini olsin. 1350 dollar. Men bu hammasi atmosfer 1.5 atmosferni Monzalar jigarlar. Men bu Gentramiz 2023-yilda ishlab chiqarilgan. Bu Gentramiz ham oldi orqa amerikanka. Yangi yumshoq balon, Malibu rul, Malibu bar, biron joyida bitta nuqsoni yo'q. Bamperigacha radnoy avtomashina. Bu avtomashinani aziz yurtdoshlar, jigarlar, yurtdoshlar uchun qilyapman, bilgan biladi. Mana bu Malibu barlar bor-ku, birov qo'yib yechilgan emas, hammasi yangi. Yangi bo'lsin. Hammasi yangi ustanofga qilingan, chixolagacha, mashinalar tomonlarigacha ishlaydi. Bor-ku, knopkali. Eng fullari, Bu avtomashinamiz ham 1000 Qancha aka oqlar? o'sha bir xil. Oq qora bir xil. 30 ming probeg. Bu. Mana bu avtomashinamiz 5 ming yurgan. 5 ming yurgan. 5 ming qaytarilmagan. Tekshirsinlar, xohlagan inson tekshirib 5 ming yurgan ekan. 5 ming probeg. Olganimda 4300 edi. Kelganicha 5300 bo'ldi. Yana olib borib ustosiga tekshirsin 5 ming. Bu avtomashinamiz 2022-yil. 2022-yil mashina, kuzov toza, yo'q, kraska toza. Radnoy holatda, stok holatda turibdi mashina, hali mafon ham qo'yilmagan, lekin kuzov 23. Kuzov 23. Bu bir qolib ketganda bu. Bu bir insonni oldik, uni egasiga kattaroq mashina qilib berdik. Bu turgan ekan mashina hovlisida, shu mashinani olib keldik. Saqlangan endi akajon. Ishlayveramiz akajon. Trading xizmatlari. Qaranglar. Aziz yurtdoshlar, bizda nasiya savdo bor. Xohlagan bankidan qilib beramiz, birlamchiga qilib beramiz, ikkilamchiga qilib beramiz. Bemalol kelaveringizlar. Xohlasa klient всегда прав. Qaysi bankdan dedimi, qanaqa klientga yoqsa, o'sha narsani qilib beraman. Bemalol kelaveringizlar. Aziz yurtdoshlar, bilasizlar, har doim men sizlar bilanman, sizlar men bilan o'zlaring bo'ldi. Qaranglar. Bu avtomashinamiz ham 1240 dollar bilan chiqyapti. Mana shu 5000 yurgan mashinamiz 1240 dollar bilan chiqyapti. Bunda bonus metan qilib beraman. Qo'yib beraman. Yangi metan bonusiga qo'yib beraman buni. Bu avtomashinani yangi metan bo'lsa, kimga bo'lsa? Xalqqa bo'lsin. Xalqqa bo'lsin. Bir xillarga o'xshab katta gapirib, gapirmayman. Bor narsani aytaman. Odamizod bor narsani aytish kerak.
yo'q narsani gapirib o'tirish kerak emas. Men ko'plarini ko'raman, yo'q narsani gapiradi. Ey insonlar, talashasizlar, tortishasizlar, nima foyda topasizlar? Men borini aytaman. Xalq uchun qilib ber, tamom. Birovni gapirgandan nima foyda? To'g'rimi, yo'qmi? Birovni hech qachon gapirmaganman. Shuncha chiqqan bo'lsam ham, birovga raqobat bo'lmayman, birovni gapirmayman. Faqat haq narsani gapiraman. Ey insonlar, deyman, kraskasini aytib sotinglar, probegini aytib sotinglar, tamom. Men shuni talabgoriman. Chunki hali hayotda probeg qaytarmaganmiz, kraskasi borini bor deganmiz, yo'g'ini yo'q deb sotganmiz. Mana shuncha sizlar meni reklama qilgansizlar, chiqarib, to'g'rimi? Biron marta probegini yo mashinamning kraskasini yozganmiz sizlarga? Yozmaydi. Nima uchun? Haq aytib sotamiz. Ko'plarda mana reklama qilyapti, ko'plarda probegini qaytaradi deb chiqaryapti. To'g'rimi, yo'qmi? Xalq charchadi aka. Aka gapiga javob bermayapti. Mana ko'p salonlar boryapti, odamlar bechoralar. Mana hozir bittasi Surxondaryodan gapiryapti, bir salon qancha kishini aldabdi deydi. Mana chiqyapti-ku. Sizlar ham eshitdilaringmi? Masalanda insonlar, masalan, mana shu mashinani sotdikmi? Mana shu mashinani shu bugun qilib beramiz hujjatini. O'sha mashinani pulni berishdan oldin yo'q narsaga pul bermanglar. U sizlarda ayblaring. 5 kunga chiqarib beraman, 5 soatga chiqarib aka bizada keladi, bosh to'lov olamiz, shu bugunni o'ziga qilib beramiz. To'g'rimi? Mashina ko'radi, tanlaydi. Ha? Mana ko'chada mashinalar terilib qo'ygan. Podvol to'la mashin, to'g'risida ko'ngliga yoqqanini, zaklatini olamiz. Mana dushanba kuni hammasini hujjat qilib berib yuboramiz. Nima uchun? Ko'ramizmi o'zi aka? Inshaalloh. Qaranglar, yana hozir mana bu Cobalt bor mana bu yoqda. Mana bu Cobaltimiz 2026-yil. Mana MSM dedilar-ku. MSM degan Cobalt, mana shu Cobalt. Ha, Besprabek mana. MSMda mana MSM. Mana shu MSM Cobalt mana shu. Mana multi rul qilingan. Monitori bor. Abagriff sideniyasi bor. Mana bemalol hammalaring ko'rsatinglar. Tablosi almashgan, tablosini yoqaylik, ko'rsin xalq. Mana xalq ko'rsin. Qani buni kaliti? Kaliti qayerda? Mana shu mashina MSM deganlari mana shu. Bittagina monitor almashgan. Mana bu yoqda abagriff sideniyasi bor. Tablo almashgan. Tablosi Sifrovoy bu. ha, shunaqa multirul. Avval borib qildirardilar-ku, elektrik qilib berardi mana bunaqa narsani. Hozir endi zavoddan shunaqa chiqyapti. Endi zavodimiz odamlar sarson bo'lmasin deb mana bular qulayliklarni ham qilib beryapti. Rahmat. Mana hozir sizlarga tablosini yoqib ko'rsataman. Mana tablosi. Mana 0 probeg mashinalarimiz. Mana bu avtomashinalarimiz hammasi 0 probeg. Buni probegini mana da ko'rardimi? Qayerdan? Shu yerdanmi? Qayerdan? Ko'rsatmayapti-ku. Ko'rsatmayapti-ku. Ana boshqa aka. Ha? Qancha bilan chiqarib beramiz aka? Endi do'stlar, bu avtomashinamizni qaranglar. MSM Cobaltimizni bir do'stimiz chiqqan ekan, 3500 dollar bilan chiqarayotgan ekan. Yo'q. Ha, telefon tiklab o'tirsam 3800 demaymiz, 3600 demaymiz dedi. 3,5 mingdan qilib beramiz. O'zbekistonga vizif dedi. Vizif deb. Ha, vizifni qabul qildik do'stim. Sizni vizifingizni biz qabul qildik. Biz MSMda Besprabekda siz 3,5 ming bilan chiqargan bo'lsangiz, biz 3200 dollar ham demaymiz, 3000 dollar ham demaymiz, Mana bo'lmasa. 2900 dollar ham demaymiz. Xalqqa qilib beramiz desangiz, 2800 dollar bilan kelingizlar. 11 ta viloyat kelsin. 11 ta viloyatga MSMda 2800 dollar bilan qilib beraman. Zo'ri bo'lsa yana chiqsin. Xohlagancha. Luboyaga vizif 700 arzoniga, 700 arzoniga. Odamlar 200 arzoniga qilib berar, 300 arzoniga qilib berar. O'zbekistonga vizif 2800 dollar bilan kelaversinlar, qilib beramiz ana. Nechta qo'yamiz aka ko'p? Xohlasa 100 ta qo'yamiz. Bemalol Soni kelaversin. cheklanmagan. Cheklanmagan. Bizga ana dediki bezagranичение. Bemalol kelaveringlar, 2800 AQSh dollari bilan MSM Cobaltni qilamiz. Do'stlar, mana mendan arzon bo'lsa kelsin ana. Aka viloyatdan Ana. kelganlar qanaqa sharoitlar qilib beradi? Viloyatdan kelganlarga, viloyatdan Amalbek avtosaloniga kelganlarga bizada pastdagi nomerlar bor. Pastdagi nomerlarga bemalol telefon qilasizlar.
call centerga bog'lanasizlar. Nima ma'lumot kerak bo'lsa, nima avtomashinaga ma'lumot kerak bo'lsa, chiqaverasizlar, call center ma'lumot beradi. Bilasizlar do'stlar, soat ertalab soat 9 dan yo 8 dan soat 9 gacha, 9:30 gacha telefon qilish mumkin. 10 gacha mayli qilinglar. Undan tepasi odamlar uxlaydi, charchaganda. Avval 24:07 derdik, hozir kuch qolmadi. Hamma charchaganda. Hozir ertalab soat 8 dan soat 9:30 10 gacha bemalol chiqaveringlar. Agarda srochniy gaplaringiz bo'lsa, Telegram bor, Telegramga yozingizlar. Xabar ertalab kelib ko'radilar yo kecha ko'rsa sizlarga javob yozadilar. Bemalol. O'sha shu ikkita nomerdan Telegramlar bor. Bemalol nima ma'lumot kerak bo'lsa, so'raveringizlar do'stlar. Sizlarga chiqib bemalol ma'lumot beradi. Bemalol adashmanglar. Bundaqa $2800 bilan beradigan yo'q. Aylaninglar. Aylanib mana shunday shu bugun ham hali bechara salonimda reklama qilganim yo'q. Mana endi sizlar reklama qilyapsizlar. Bir 100 ta klient keldi-da. Nimaga o'zi to'xtatdingiz orada ishni aka? Endi orada u Amalbek avtosalonimni ochib, orada sal mazam qochdi. Saxir bo'lib qoldim. Shuni hisobiga hamma narsadan ko'nglim qoluvdiki, chunki el bilan yurgan inson nima desam bo'ladi, uyda o'tirib zerikar ekan. Boshqa ish ham qildim, narsa ham qildim. Bilasizlar, men har doim sizlarga aytib o'tib ketardimki, bu mashina sohasi meni hobbim, yaxshi ko'raman. Men xalqning ichida yurgan insonman-da, zerikib qolar ekan. Mayli, shu bilan vaqtim ketsin, mayli. Ertalab endi bu qachon bu narsani ham har bitta narsani o'zini mashaqqati bo'ladi-da. Masalan, bir insonga lavz berdingizmi, joyi kelsa soat 3 ga ham uyimga kirdim. Joyi kelsa soat 2 ga ham uyimga kirdim. Joyi kelsa soat 1 ga ham. Joyi kelsa ertalab soat 6 ga borardim, soat 8 ga ishga bo'lardim. Chunki bu ishda ham insonlar viloyatlardan sizni deb keladi. Sizni deb kelgan insonlarga siz qilib berishingiz kerak. To'g'rimi, yo'qmi? Masalan, hozir uy mana salonimda eshigini oldiga o'tiribdi-da, men uyimga uxlamayman-ku borib, to'g'rimi? Ishlarini soat 2 kechasiga ham bitirardim. Soat 2 ga bitirib, nomer taqib, to'q hisob-kitob qilasizki, soat 3 bo'libdi. Borib uyga uxla olmadim. Masalan, bir ujin qila olmaysiz. Bu ishda ham o'ziga yarasha mashaqqati bor-da, ukajonim. O'shani hisobini olib, birlamchiga Damazimiz bor. Mana Damazimiz, qaranglar, ko'chaga chiqmadik, sovuq. Qaranglar. Damaz avtomashinamiz birlamchiga $2070 bilan chiqyapti. Oylik to'lovi 2.700.000 dan. Damaz, rangi oq, full pozitsiyasi, abagriv sideniyasi bor, multi ruli bor Damazda и bir o'rtog'im bor edi, abezi bor. Bir oshdan bor-da. Damazda nimasi bor desam, abezi bor edi. Damazda qana abezi. Lekin hozirgi zamonda elektriklar qilib beryapti, mana avtotunel qilyapti-ku, konserner qo'yapti Damazlarga. Bemalol yozga kelsalaringiz, mana pastda og'ay nimamiz bor, xohlagan narsalaringni qilib beradi, mashinalarni navorat qilish, hamma narsa qilish mana shu salonimda tayyorda. Mojbet bu yoqdan olib chiqib, nariyoqqa tiqib, xohlagan navoratlaringni ham qilib ketishlaringiz mumkin. Agar beraverasizmi aka, laboni? Xohlagan labo ham bormi? Mana labo avtomashinasini bosh to'lovi $2160, oylik to'lovi 2.600.000 dan. Besprabek labo bemalol kelaversinlar, qilib beramiz. Xohlagan avtomashinasini qilib beramiz inshaalloh. Keyin uzoq yo'ldan kelganlarga agarda ishi bitmay qolsa, gasisamiz bor, bilasizlar, abet sherdan qiladi. Agar uzoq yo'ldan kelganlar, hamma ishi shu salondan bitadi, shu salondan chiqib ketadi. Mehmoningiz bo'lib ketadi. Mehmon bo'lib ketadi. Agar zeriksa, agar BMWni chaqirtiramiz, BMWda aylantiramiz. Ertaga do'stlar katta poyga bor ekan. Mana hozir Qashqadaryodan do'stlarimiz kelgan. Hozir shu do'stlari bilan ikkita kishi poyga qo'ymoqchi ekan, ikki kishi ham sherda. Xudo xolasa, uchinchisi men bo'laymi deyapman. Men ham BMWm bor-ku, qo'yaymi, revansh deyaptilar-da. Xudo xolasa mana ikkalasi mana do'stlarimiz sherda. Mana ikkita do'stimiz, ikkalasi. Xudo xolasa, qaysi biri yutsa, o'shandan bilasizlar, qora BMWm bor. Uni ham hozir reklama qilamiz, qo'yamiz, ko'ramiz. Mayli, bizga tansa qilish uchun, prosta xalq uchun, to'g'rimi? Bizda bunaqa revansh, bu birovimizga dushmanlik yo'q. Prosta xalqqa bir nima ko'rsatamiz? Sportivniy interes. Interes bir ko'rsatib, Tutgan bilan o'ynaymiz. kim yutsa qo'yamiz shu bilan, to'g'rimi? Yutganga nima beramiz? Xalqqa beraylik. Nima bo'lsa agar ko'ramiz, o'zimiz maslahatlashgan holatda
kim ko'proq laykni bossa agar uchta qaranglar. Meni profilim Amalbek nima? Meniki Amalbek Autoga kirasizlar, podpisatka bosasizlar. Kim layk qo'ysa, o'shanga zo'r priz qo'yamiz. Bularniki adeli hammamizni o'zimizni profillarimizga qo'yamiz. Kim ko'rasizlarda aziz do'stlar, ertaga Akmal aka, sizni BMW'ni yutib qo'ysa, 5 ta mashina bosh yo'lovchi qilib beramizmi aka? Borishmi? Aytyapman-ku, syurprizim bor. Agarda menim yutgan, BMWni yutganga boshbut qilib beramiz. U aytdim-ku, syurpriz. Uni qo'yib bo'lgandan keyin ko'ramiz. O'zimiz xalqimizni ko'ramiz, do'stlar. Padeshkada bo'linglar, qo'llab-quvvatlab, Xudo xolasa biz xalq bilanmiz, xalq biz bilan. Avvalo Xudo har bitta insonni, chunki nimaga men bo'lsa xalqqa bo'lsin, odamlar aytadi, xalqni kiydiryapsizlar. Xalqni kiydirganimiz yo'q, biror narsa qilganimiz yo'q. Odamizotni birov majbur qilmaydi hech qachon. Masalan, qo'liga grafik chiqarib beramiz shu insonni, to'g'risida. Eskar unday qilyapsizlar, o'sha inson ko'radi. Masalan, o'sha magazinga kirdik, o'sha so'roqga o'tgan narsani ko'rib olamiz-ku. To'g'rimi? Undan yegandan keyin atravit bo'ladi odam, to'g'rimi? Keyin doktorga borish kerak. Yo'q. O'sha olayotgan mahsulotni mana qog'ozni berdi. O'sha olgan mahsulotni buni ko'radimi? Shunaqa bo'lgan, shu uchun olyapman, o'ylaydi, ki oladimi? Men uni kuydirmayman-ku. Yo uni tortib, urib, majburlab bermaysiz. To'g'rimi? Hozir mana bular ikkalasi poyga qo'yapti. Majburlayaptimi sizlarni biroq? O'zlagan holatdami, qiziqishgami? To'g'rimi, jigarlar? Hamma narsa odamning o'ziga bog'liq. Ey insonlar, hamma narsa o'ziga bog'liq. Men aytayapmanki, mana probega qaytarilgan, biroz ogoh bo'linglar. Birovni g'iybat qilish uchun emas, birovni biroz ko'zlaringni ochinglar. O'sha pullaringga yarasha mashina beryapti sizlarga. O'sha 12 ming yurgan mashinalarning 80 ming yurgan mashinalar, u yangi mashinani bu pulga bermaydilar. Prosta ko'ringlar deyman. Probega qaytarilgan. Hozir bilasizmi nima qilyapti? Mana bu mashinani bitta detali kraska bo'lganda, ichiga o'tmaganini borib mana bu detalda $300 olyapti-da, radnoy qilib sotyapti. Yo'q, tekshiringlar, u urilgan mashina u. Urilgan avtomashinani sizlarga radnoy taqib beryapti, tamom. Ogoh bo'linglar, tamom. Prosta deyapman, ana u olgan mashinalaringni bilib olinglar. Men sizlarni olmanglar, qilmanglar demayman. Prosta qaytarilgan mashinalarni olyapsizlar. Prosta navorot qilyaptilar, jigarim. Bu navorot ham nima? Xitoy fara qo'yapti. Hozir yana nimani o'rganibdilar, bilasizlarmi? Xitoy fara olyapti-da, ustidagi shishasini almashtiryapti. Original. Sirlar ochib tashlabsiz. Yo'q, aka bilsinlar. Xalq bilsin. Ana original degan faralar borku, ular original emas. Hozir endi arzon tushishi uchun ustidagi shishasini almashtiryapti, xalqqa sotyapti. Unga koreyskada yozilganda, mana bu shisha 400 ming bilan almashtirib beradi. Mana bu shishasini 400 ming pul bilan almashtirib beryapti. Tamom. Xalq. Originali qimmatda uni. Bitta narsa, Jahongirjon, odamizot $400 foyda qilib, men millioner bo'lib, xalq kambag'al bo'lib qolmaydi. Prosta o'sha xalqqa ogoh qildiramiz. Yo birovni bir narsa qilib, yolg'ondan qilib, salonimga kelsin ham demayman. Peshonasida yozilgan bo'lsa, mana shu mashinada oladi. Peshonasida yozilmagan bo'lsa borku, meni har kuni reklama qilinglar, bitta mashina sotilmaydi. U Allohdan bo'ladi. Mana hali salonim ochilmagan, meni qidirib kelyaptilar, mashina olyaptilar. Amalbekni nimaga yopdingiz? Instagramdan ko'rdik, kelyapmiz deyapti. Chunki aldamaganmizda. Ishonch. Hali yo'q. Hali reklama yo'q. Mana endi sizlar keldilaring. Hali reklama yo'q. Aka aldamaganmiz. Ishonch bor. Ishonch bor. Aka shuncha yildan beri xalqni aldaganimiz yo'q. Qo'limizdan kelgan bo'lsa yordam qildik, lekin aldaganimiz yo'q. Aziz yurtdoshlar, o'sha uchun ogoh bo'linglar, tamom. Sizlar bilan sizlarni kutamiz. Bemalol kelinglar, Xudo xolasa, har bitta mashinaga bittadan televizorda olib, mana bu Ro'za Ramazonga televizorchani qo'yib, kanjarni tagiga har xil kinolarni ko'rib, maza qilib yotinglar. Aksiya qachongacha? Aksiya Xudo xolasa hozir necha? Birinchi bo'lsa agar 1-fevral bo'lsa, bir hafta qo'yamiz. 8gacha. 8 bo'lmaydi. Ko'ramiz nariyog'ini. Nariyog'ini ko'ramiz. 8-fevral kelasizlar sizlar yana. Yana kelishga yana biror narsa qo'yamiz. Cho'zilaveradi, yangilik qilaveramiz. Xudo xolasa, do'stlar, yurtdoshlar uchun, musofirlar uchun yangilik qilaveramiz. Bu navarotlik mashinalarimni sizlarga qo'ydim do'stlar. Havas qilganlar bor, qora bayir katta bolalarning mashinasini navarot qilib binaman deganlar uchun qo'yganman.
Do'stlar, bemalol kommentariyaga o'z fikrlaringizni bildiringlar va bemalol call centerga telefon qilinglar. Nima ma'lumot kerak bo'lsa, Amalbek avtosalon ochildi. Xizmatlaringda bemalol kelaveringlar. Sog' bo'linglar. Salomat. Yangi manzilda bilasizlar. O'zlarish mosidan kelaverishga, quyliq mosiga yetmasdan bilasizlar. Gumba xonim bor. Bitta sita bor. Ha. Gumba xonim, ha, Gumba xonim chap qo'lda. Ha. Bilasizlar. Gumba Gumba xonim xonim Orientir Gumba xonim. O'zi bor-ku, Amalbek avtosalon deslaring lokatsiya bor. Yozsalaring lokatsiya chiqadi, ha. Bemalol chiqadi. Lekin mana bu narsani hozir men bu narsani sizlar ko'rsataman. Agar skaner qilayotgan bo'lsa, agar chiqadimi televizordan ham? Ha? Mana shu narsani skaner qilsalar, mana shu Amalbek avtosalonini skaner qilsalar agar, mana skaner qilganlarga bemalol chiqadi-da, adashmaydilar. Bitta video Mana. pauza qilsa, Mana bitta videoni pauza qilasizlarda, mana shunga bitta telefonlaringda rasmiga kirib skaner qilsalaring, bemalol Amalbek avtosalonini kirib kelaverasizlar mana. Mana do'stlar, ha, lokatsiyasi. Tushunmaganlar bo'lsa ekranda nomer Ha. Telegram bor, o'shanga Ha, yozsangiz nomer. Ha, agarda tushunmasalaringiz ekrandagi pastdagi nomerlar bor-ku, ikkita nomer qo'yamiz. O'shanga Telegram bo'ladi. Telefondan. Hozir Telegram lokatsiya qayerlarga boryapti odamlar? To'g'rimi, yo'qmi? Bemalol, lekin poygani unutmanglar, kutib qolamiz. Xudo xolasa BMWlar chiqadi mana. BMWlar ko'chada turibdi hammasi. Tojikiston nomer mana u. Yo Qozog'istonmi? Yo hali past orqadagi mashina deyman. Qanaqa mashina u? Mana yangi MSMlar ko'chada turibdi. Mana. Mana shu BMWlar ertaga Xudo xolasa nasib bo'lsa poygaga chiqadi. Bunisi biza oktagonga vizib emas, biza trassaga vizib. Trassaga vizib tashlaymiz. Xudo xolasa inshaalloh mana 3 ta BMW chiqadi. Bular qo'yib bo'lgandan keyin men qo'yaman. Ko'ramiz. Qaysi biri yetsa agar biz quchoqlashib ko'rishamiz. qarang, biz ham mana shu Ha? ko'rib turgan Ha. musofirdagilar, havas Ha. qilganlar bor-da. Ha? Endi mashina olmoqchi bo'lganlar Ha? bor. Ha? Biz ham mana shu o'rtog'im bilan Ha. Xudo xohlasa Ha. niyat qilganmiz o'sha paytda. Ha? Hamma aka. Ha. Hamma. Hali Xudo xohlasa hamma niyati bor. Ha? Просто bizda ham bir xil mashina olib poyga Inshaalloh, o'ynaymizmi inshaalloh. degan niyat qilib qo'yganmiz-da. Xudo xohlasa mana shu ko'rib turganlar ham Xudo xohlasa yaxshi niyat qilsa, Inshaalloh. Nasib. Inshaalloh. hammaga nasib qilsin shunaqa chiroyli mashina. Akajon, bitta narsa aytaman, mana gapingizni oldim, uzr. Chunki men ham vaqtida niyat qilardim. Masalan, Matizda yurgan davrga odamizod niyat qiladi. Insonlar odamizod Allohdan so'rasin. Bandadan so'ramanglar, Allohdan so'ranglar. Har bir insonni Alloh yetkazadi. Har bir insonni Alloh yetkazadi. O'sha uchun Allohdan so'ranglar, bandadan so'rab o'tirmanglar. Hammani yaxshi mashinalar minib yurish hammaga nasib qilsin. Hammani Allohim har bir insonni niyatiga yetkazsin. Bizdan tilak shunaqa. Hammalaringga shunaqa mashinalar nasib qilsin, shunaqa mashinalarda yurish nasib qilsin. Bundan ham ziyodlari nasib qilsin do'stlar. Sog' bo'linglar va Amalbek avtosalonini kutib qolamiz sizlarni. Like'larni bosing. Bosinglar laykni faqat. Mana Gumba xonim mana bu yoqda. Katta qilib. Mana shu zdaniya.